Nechta bo'ldi o'shanda hozir? Hamma olanlar. 10 tami kofe kokteyl? 13 ta. Qancha vlog ochganingizga? Hop, 3 oy. 3 oyda 5000 ta odam yonamiz aka. Aktiv ishlagan. Ha. Bu ham bir mehnat ekan. Kunda bitta video qo'yamiz kamida. Bir kunda bitta video? Ha. Qo'shib qolsa 2 ta. Choy eng qimmatinchi blog-a? Endi uni kamdamlarimiz 10 gram, 20 gram qilib sotib sencha bilan lonjin bor. Kelasi 1,5 million bilan 2,5 million. Choy Ha, qattiq zo'r ekan. Mana. Jallan bunami? Bitta naqd berdi o'zi. Bitta ichganinglar bor 12 ta bo'ldi. Oldim. Ha, oldingizmi? Ularga yetdimi? Ya men buni bitta uzbekash choyimiz bor, o'shani qo'shib beramiz, xolos. Endi ko'p oldi, o't bering deganingizga nechta bo'ldi? 6 ta, 8 ta, 10 ta, mana 12 ta. Hop, shu 12 ta kokteyl oldi endi. Ehsonmi bu? Sizlarga nima mahal ehson? Hop, shu oqson ketdi ona. Yo, o'libdi. Yo, o'zim men o'raman. Bu boraman, mana. 12 ta kokteyl 300 bo'ladimi? 20 dan 40. Choy 340.